Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, fermerlar. Bugun biz mana Toshkent viloyati Zangata tumaniga keldik. O'zimizni qadrdon do'stimiz Xolxo'jani dalalaridamiz. Bu Xolxo'ja akam hamma taniydi. Necha yillardan beri biz bilan hamkor qiladi. Green Life'da birinchi qadamini qo'yganda Bo'zsuvdan boshlaganmiz. Birinchi klientimiz Xolxo'ja bo'ladi. Hozirgi dalamiz bizni yangi navimiz Belejo degan nav, FAO 600 don yo'nalishida. Shuni shu Xolxo'ja ukamizga berganmiz sinov tariqasida. Dalada o'rtasida turibmiz hozir. Assalomu alaykum Xolxo'ja. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ana yozgi kunlarda daladasiz. Nima deysiz bu yangi navimiz to'g'risida? Yangi nav to'g'risida bolalar oldingi safar ham kelishgan edi. Mana hozir endi Dumbilga kirgan vaqtda ham kelishdi. O'zingizlar ko'rdinglar, Ulug'bek aka. Mana abi ham ko'rdilar. Abi qanaqa xudo xolasa bizada? Mana ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Senin görüşün de önemli. Merhaba sayın çiftçiler. Özbekistan'da yine arazilerdeyiz. Yeni yıllar için yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Aynı zamanda sizin ürünlerinizle beraber. Beleju'da önümüzdeki yıllarda sahaya gireceğimiz aday çeşitlerimizdendi. Fakat görüyoruz ki güçlü geliyor adayımız. Gayet güzel. Ortalama çap saydığımızda şu an 18 ortalamayla gidiyor çap. Boy güzel, yaprak yapısı güzel. Hektara herhalde 90 yani 85-95 bin bitkiyle ekim yapılabileceğe benziyor. Yaprak yapısından dolayı dik bir yaprağı var. Boyu gayet güzel. Döllenmeler çok iyi. Toz tutumu çok iyi. Koçan püskülü kendini çok canlı tutuyor. Bu da sıcak mukavemetini gösteriyor. Sıcağa dayanabileceğini gösteriyor. Çünkü koçan püskülü hala canlı kalabiliyor. Bu sıcakta bile taze püskül devam edebiliyor. Sürküle devam edebiliyor. Gövdeler çok iyi. Gövde yapısı çok iyi. Sap yapısı, sap mukavemetine baktığımızda pushing testlerinde çok iyi geliyor. Yatmaya, yıkılmaya dayanıklı. Tabii çok dayanıklı. Kök baktığımızda sekonder kökler bile ikinci, üçüncü boğumdan sekonder köklerini atmış durumda. Bu aday çeşitimi Özbekistan için başka birkaç daha adayımız daha var. Onları da takip ediyoruz. İleriki dönemlerde paylaşacağız ama şu an Beleju bunların önünde koşan at olarak gözüküyor. Farklı lokasyonlarda, farklı tarihlerde de denemelerini yapıyoruz ki yani uygun ekim tarihini ve uygun ekim zamanını ve uygun ekim normunu yani hektara bitki adetini tespit edelim diye. Bu sene çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Ama şu an için derlediğimiz, topladığımızda da sizlere anlattığım gibi sık ekime uygun, yatmaya dayanıklı, sıcak toleransı yüksek. Verimini ileride paylaşacağız ama şu an verim potansiyeli gayet yüksek gözüküyor. Ana ürün ve orta ürün ve erken geç ekim için uygun olacağı benziyor şu anki lokasyonlarda. Hayırlı bereketli sezonlar. Daima en iyisi için hep ileriye diyoruz. Ana do'stimiz Mehmet Bey tushuntirib o'tdi hozir. Bizi Hamkor Agrolux firmasi shu Green Life kompaniyasi bilan hamkorlikda ana bu yil 10-yil bo'lsa, 10-yil dalalarda yuribmiz. Hamkor Agrolux bironta makkajo'xori navini o'zidan o'zi to'g'ri kelgan joyga sotmaydi. Avval uni sinab ko'radi. Har bitta lokatsiyalarda ekib ko'radi, qaysi viloyatga tushadi, qaysi ekim vaqtiga tushadi, uni potensiali qanaqa, buni to'liq o'rganib turib, keyin dehqonga tijoriy taklif qilamiz. Shuning uchun har doim biz eng oldi qatorlarda bo'lib kelyapmiz. Mana shu navimiz bizni Belejo degan navimiz, bu FAO 600 guruhiga mansub. Bizni o'zi bozorda lider cheshti nimamiz bor, navimiz bor, PL 700 degan. Bu PL 700'ni bilasizlar, afzallik taraflarini, hamma taraflama mukammal. Lekin bu Daryoni biz bozor Belejoni bozorga kiritmoqchi bo'lganimizning sabablari bor. Qaysidir viloyatlarda kuz ertaroq kelgan vaqtlarda qurishga donlar qurishga qiynalyapti yoki bo'lmasam biroz kechroq ekishda, masalan may oyida, may oyining oxirida ekim vaqtlari cho'zilgan vaqtlarda ekkanimizda ham hosildorlik potensiali yuqori, ertaroq qurishga moyilligi bo'lganligi uchun ham dalaga ekkanimizda 90 ming donagacha ko'chat qalinligiga mansub bo'lgan, ko'tara oladigan dalada barglari tikka bargli bo'lganligi uchun mana shu navni tanladikda buni sinovini o'tkazyapmiz. Xudo xolasa hozirgi holatida juda ham zo'r, juda ham ideal holatda kelyapti. Changlanishda muammo yo'q.
mana dumbullarni ushlashida, dumbullarni kattaligida qatorasi 18-20 qator, uzunligi ham juda ham zo'r. Changlanish davrida mana shu ona nimalari tepadagi sultonlari issiqda qurib qolmayapti, bemalol changlanyapti. Hozircha hamma narsasi biz o'ylagandaqa ketyapti. Uni ham bir pog'ona ustida ketyapti. Xudo xolasa buni oxirgi natijasini ko'rsatamiz sizlarga. Hozir bozorda anaqa dehqonlar ahamiyat beryapsizlar. Hamma bironta navni tanishtirayotgan vaqtda bitta gapni ushlashib olgan. Hamdon ham silis, hamdon ham silis. Ular nimaga bu gapni gapiryapti? Bugun donga sotaman, ertaga sotolmay qolsam silosga sotib olaman degandaqa. Bizda buni birini biriga hech qachon aralashtirmaymiz. Masalan, PL7 hech qachon biz silosga bermaganmiz, faqat donga beramiz. Belejoni ham hozir masalan shuni reklama qilib silosga bersak bo'ladi. Bo'yini ko'rib turibsizlar, 3,5 metrlik bo'yi bor. Tonnaga agar nimaga silosga o'radigan bo'lsak ham 70-80 tonnalik massani beradi. Lekin donlik bilan siloslikni biz har doim sizlarga farqini tushuntirib kelganmiz. Ikkovi boshqa navlar. Bir-biriga aralashtirib bo'lmaydi. Bunimiz don yo'nalishida. Bizda keyin haligi nima issiqroq viloyatlarimiz bor, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, masalan, Navoiy, shularda ham arpani o'rnlariga eksak yoki ertaroq haligi chillaki bug'doylarni o'rniga eksak ham menimcha bemalol pishib yetiladi. Biz o'zimiz ham dalaga sinov tariqasida ekdik, Surxondaryoga berdik, Xorazmga berdik, juda ko'p viloyatlarga berdik. Ularni ham qo'yib boramiz. Bizning maqsadimiz dehqon hosilni, yuqori hosil olsin-da, daromad olsin. Makaji xoriz qanchalik zo'r bo'lmasin, agar uni oxirida dehqonga pul bo'lmasa, ya'ni daromad keltirmasa, uni foydasi yo'q. Masalan, biz buni bozorga kiritishimizdan maqsadimiz dehqonga ideal narsa beraylikki, shtop ertaga yaxshi daromad keltirsin. Bu bilan hali tugatmaymiz, oxirida ham bir kelib ko'ramiz. Xolxo'ja aka, siz endi mana dehqonsiz aka. Biz qanchalik kitobiy gapirmaylik, sizda tajriba bor aka. Mana masalan qiyoslab yonma-yon qo'yib ekyapsiz-da, PL700 bilan buni qo'yib ekyapsiz. Balkim boshqa navlar ham bor sinovingizda. Bu makaji xori nimasi yoqdi sizga aka? Men buni yoqqan tarafi Ulug'bek aka. Misol barigi tikka barik. Qaychi barik deymiz biz, igna barik deyiladi, archa barik. Havo aylanishi, changlanishi, mana shu ichkari tarafga olganimizda ham mana hozir misol havo aylanadigan joy ko'rsatadi deyish mumkin. Ichkaridan olgan taqdirimizda ham mana ichkaridan olsa, ichkari ham xuddi shu ahvol. O'chan aynı. Evet, bozmamış kendini. Bir xil. İlk bitkiden son bitkiye kadar aynı. Dumbulini ochib sanaganimizda ham 18-20. Evet. 18-20 qator. Endi hozir ketishi bizani qoniqtiryapti, xudo xolisa. Yana aka, hali xirmonda ko'ramiz aka buni. Xudo xolisa Xirmonda oxirini itogini ko'ramiz. Kilosini bilamiz. Bizdan shu sizga o'xshagan dehqonlar baraka topsa, boshqalarga tavsiya bersa, biz shundan mamnunmiz aka. Green Life har doim bizni bitta shiorimiz bor-ku. Eng yaxshisi Green Life'da. Bundan keyin yaxshi chiqadigan bo'lsa, faqat Green Life'da chiqadi. Buni esinglardan chiqarmanglar. E'tiborlar uchun rahmat. Yana ko'rishamiz. Hayırlı yıllar.